Garri Potter fanatlari bormi? Hozir Garri Potterning yangi chiqayotgan seriali haqida gaplashamiz. Serial 2027-yilda chiqadi va 25-yilda uje syomka jarayonlari boshlangan. Jami 10 yil davomida shu serialni ishlab chiqarib bizga taqdim qilishmoqchi va bitta sezon 8-10 ta qism bo'lishi mumkin. Keyingi yil chiqadigan birinchi sezonda esa 8 ta qism bo'lar ekan. Endi ko'rib turibsizlar, yangi aktyor eski o'zimizni biratan chiqmaydi. Chunki hammasini noldan qaytadan boshlashmoqchi va bu chiqayotgan yangi serialda eskisidan farqli o'laroq kitobiga maksimal yaqinroq ishlanar ekan. Va bitta kitob va bitta sezon deyarli bir xil bo'ladi. Eskisida ko'rsatilmagan voqealar ham bu yangi serialda bo'ladi. Aktyorlar tarkibini ko'rdinglar shekilli, yana bir bor qo'yib qo'yaman va eng ko'p muhokamaga sazovor bo'lgan inson Severus Snape, ya'ni bizning o'qituvchimiz endi birdaniga qora tanli bo'lib qoladi. Va yana ko'plab muhokamalar bo'lgan va mishmishlar tarqagan yana bir obraz bu Voldemort. Voldemortga ko'plab insonlar rol o'ynaydi deb gaplar chiqdi va eng mashhuri Cillian Murphy bo'ldi. Lekin o'zi ochiqchasiga rad etdi buni. Yo'q, o'ynamayman dedi. Undan oldin men bu opa rol o'ynaydi deshgan. Garri Potter fanatlari ko'p siqilmaylasizlar, xursand qiladigan yangilik ham bor. Yangi chiqadigan Garri Potterning saundtreklarini Hans Zimmer o'z zimmasiga olyapti shu saundtrek yaratishda. Bu insonni ko'pchilik tanisa kerak, tanimagan bo'lsanglar, mana bu legendarniy qo'shiqlarni aynan u yaratgan. Menimcha oxirgi yangilik sizlarga ko'proq yoqdi degan umiddaman. Videoga like bosib, bu videoni Garri Potter fanatlariga yuborib qo'yinglar. Gap yo'q, videoni ko'rib Garri Potter ko'rgim kelib ketdi desanglar, Homeplay degan dastur bor, bilasizlar. Shu programmani tortasizlar va poishga Garri Potter deb yozasizlar, ko'rishingiz mumkin. Hamma seriyasi bor. O'zbekcha va tiniq formatda. 20 yilga atalgan kinosi ham bor. Xullas, o'z obunasi 10 ming so'm. Bodroq promokod bilan 3 kun bepul ko'rsanglar bo'ladi. Ketdi o'sa, bir yoshlik deysizlar, sizda.